Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Eski pasporti bor fuqarolarga 5 kun vaqt qolgani. 2 iyuldan keyin esa ko'plab jarayonlarda tartib o'zgarishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, oilangizdagi ota-onangizga, mahalladagi qo'shnilarga, chetga chiqmoqchi bo'lganlarga, bank, notarius, davlat xizmatlari yoki chegaradan o'tish bilan ishi bor hammaga tegishli. Agar sizda yoki yaqinlaringizda hali ham eski namunadagi pasport bo'lsa, bu videoni oxirigacha eshiting. Men masalani oddiy tilda, qo'rqitmasdan, lekin jiddiy tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu o'zgarish ta'sir qilmaydi? Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Qayerga borish kerak va 12 iyuldan oldin nimalarni tekshirib qo'yish zarur? Hozir kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying, chunki bunday ogohlantirishni vaqtida eshitgan odam keyin navbatda sarson bo'lmaydi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida fuqarolar eski namunadagi pasport bilan yurdi. U orqali bankda hisob ochdi. Notariusda hujjat rasmiylashtirdi. Pensiya oldi. Kommunal to'lov qildi. Ayrim hollarda chet elga chiqish yoki ichki idoralarda ro'yxatdan o'tish ishlarini bajardi. Odamlar pasportning muddati tugamagan bo'lsa, demak, hammasi joyida deb o'ylashga o'rganib qolgan. Lekin hozir vaziyat asta-sekin o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, bank tizimi, chegaradan o'tish, soliq, kadastr, notarial va boshqa elektron bazalar tobora yangi hujjat shakllari bilan ishlashga moslashmoqda. Ya'ni tizimlar shaxsni aniqlashda eski qog'oz yoki eski seriya raqam formatidan ko'ra biometrik pasport yoki ID karta ma'lumotlariga ko'proq tayanadi. Shu sababli eski hujjat bilan yurish bugun hali muammo bo'lmasligi mumkin, lekin ertaga bank xodimi, davlat xizmatlari markazi yoki boshqa idora sizdan yangilangan hujjat talab qilishi ehtimoli oshadi. 2 iyul sanasi atrofida gap ketayotgan asosiy mazmun shuki, eski pasporti bor odamlar o'z hujjatini tekshirishi, muddatini ko'rishi, ma'lumotlar bazasida to'g'ri turishini aniqlashi va kerak bo'lsa, almashtirishga ariza berishi kerak. Bu yerda eng xavfli narsa odamlarning beparvoligi. Ko'pchilik meniki hali yaroqli. Men hech qayerga bormayman. Menga kerak bo'lmaydi deb yuradi. Lekin hujjat kerak bo'ladigan vaziyat odatda oldindan so'rab kelmaydi. Masalan, bank kartasi bloklanadi, meros hujjati chiqadi. Shifoxonada rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Chet elga shoshilinch borish zarurati tug'iladi. Yoki farzandning hujjatiga ota-onaning pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ana shunda eski pasport masalasi birdan katta muammoga aylanadi. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Ilgari ayrim xizmatlarda xodim pasportni qo'lga olib, seriya va raqamni ko'rib, ma'lumotni qo'lda kiritishi mumkin edi. Hozir esa ko'p xizmatlar elektron tekshiruvdan o'tadi. Tizim shaxsni avtomatik topishi, hujjatning amal qilish holatini ko'rishi, bazalar o'rtasida moslikni tekshirish kerak. Agar eski pasport ma'lumotlari tizimda to'liq chiqmasa, ism familiyada bitta harf farq qilsa, tug'ilgan sana yoki yashash manzili eski bazada qolib ketgan bo'lsa, xizmat ko'rsatish cho'ziladi yoki vaqtincha rad etiladi. Yana bir muhim jihat bor. Yangi tartiblarda shaxsni tasdiqlovchi hujjat faqat rasm bor daftar emas, balki elektron tizimlarga bog'langan identifikatsiya vositasi sifatida qaraladi. ID karta yoki biometrik pasportda ma'lumotlar aniqroq, yangilash osonroq, ko'plab davlat xizmatlari bilan bog'lash qulayroq. Shu sababli eski pasport egalari 12 iyuldan oldin kamida 3 narsani qilishi kerak. Pasport muddati va holatini tekshirish, ID karta yoki biometrik pasport olish zaruratini aniqlash agar o'zgarish kerak bo'lsa, navbatni kutmasdan ariza topshirish. Birinchi navbatda eski namunadagi pasporti bor katta yoshdagi fuqarolar e'tibor berishi kerak. Ayniqsa ota-onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz ko'pincha hujjat masalasini oxiriga qoldiradi. Ular bankka kam borishi, telefon orqali to'lov qilmasligi, internet xizmatlaridan foydalanmasligi mumkin. Lekin pensiya, subsidiya, meros, uy-joy, tibbiy xizmat, notarius yoki mahalla orqali rasmiy ish chiqsa, pasport darhol kerak bo'ladi. Masalan, 18 yoshli fuqaro eski pasport bilan pensiya oladi. U bugun muammo sezmasligi mumkin. Lekin bank pensiya kartasini yangilashda yoki identifikatsiya qilishda yangi hujjat so'rasa, u odam avval migratsiya bo'limiga boradi, navbat oladi, suratga tushadi, davlat boji to'laydi, hujjat tayyor bo'lishini kutadi. Agar buni oldindan qilsa, ish tinch bitadi. Agar oxirgi kuni qilsa, pensiya kartasi, bank amaliyoti yoki boshqa xizmat bir necha kunga cho'zilishi mumkin. Ikkinchi guruh chet elga chiqmoqchi bo'lganlar
Agar siz iyul, avgust yoki kuz oylarida Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatga ketmoqchi bo'lsangiz, pasportingizni hozirdan tekshiring. Chetga chiqishda hujjatning turi, muddati, sahifalari, biometrik ma'lumotlari vizaga mosligi juda muhim. Masalan, odamda eski pasport bor. U 25 iyul kuni yo'lga chiqmoqchi. Chipta olingan, ish beruvchi kutyapti. Lekin aeroportda yoki hujjat tekshiruv jarayonida pasport bo'yicha savol tug'ilsa, chipta puli ham, vaqt ham, asab ham ketadi. Shuning uchun men har doim shunday deyman. Yo'lga chiqishdan kamida 10-25 kun oldin emas, imkon qadar oy oldin hujjatni tekshirib qo'yish kerak. 3-guruh bank, kredit, ipoteka. Notarius yoki oldi sotdi bilan ishi bor odamlar. Uy sotish, mashina rasmiylashtirish, kredit olish, garov qo'yish, meros ochish, ishonchnoma berish kabi ishlarda shaxsni tasdiqlovchi hujjat eng birinchi talab qilinadi. Agar pasport eski bo'lsa, ba'zi idoralarda qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro 2,5 million so'mlik uy oldi sottisini rasmiylashtirmoqchi. Notarius bazadan shaxsni tekshiradi. Lekin eski pasportdagi ma'lumot yangi bazadagi yozuv bilan mos kelmaydi. Natijada shartnoma o'sha kuni imzolanmaydi. Xaridor kutadi, sotuvchi asabiylashadi, kelishuv buzilishi ham mumkin. 4-guruh farzandlarga hujjat rasmiylashtirayotgan ota-onalar. Bola tug'ilganlik guvohnomasi, bog'cha, maktab, pasport, xorijga chiqish, aliment, vasiylik, propiska kabi masalalarda ota-onaning pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar otada yoki onada eski pasport bo'lsa va ma'lumotlar to'g'ri chiqmasa, bolaning ishi ham to'xtab qoladi. Bu ayniqsa yoz oylarida ko'p uchraydi. Chunki odamlar ta'til, ko'chish, maktabga hujjat topshirish va safar masalalarini bir vaqtda hal qiladi. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz bazada yangilangan bo'lsa va hujjat muddati tugamagan bo'lsa, sizda xavotir kamroq. Lekin baribir men tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo faqat hujjatning o'zida emas. Ba'zan bazadagi ma'lumotlarda bo'ladi. Masalan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin bankdagi ma'lumot eski familiyada qolgan bo'lishi mumkin. Yoki doimiy ro'yxat manzili o'zgargan, lekin ayrim tizimlarda eski manzil chiqadi. Shuning uchun yangi hujjati bor odam ham bank, My.uz davlat xizmatlari yoki migratsiya bo'limi orqali ma'lumotlarni solishtirib ko'rsa foyda qiladi. Agar pasportingiz biometrik bo'lsa va muddati hali ancha bor bo'lsa, siz ham keskin xavotirga tushishingiz shart emas. Lekin chetga chiqmoqchi bo'lsangiz, pasport muddati qaytish sanasidan keyin ham yetarli bo'lishi kerak. Ko'p davlatlar pasport muddati kamida 3 oy yoki 6 oy qolgan bo'lishini talab qiladi. Masalan, pasportingiz sentabrda tugaydi. Siz iyulda chetga chiqmoqchisiz. Hali 2 oy bor-ku deb o'ylaysiz. Lekin ayrim aviakompaniya yoki davlat chegarasi sizni qo'ymasligi mumkin. Bu eski pasport masalasidan ham kengroq, lekin hozir aynan hujjatni tekshirish vaqti kelgani uchun men buni alohida aytyapman. Birinchi misol. Mahalladagi 7 yoshli onaxon eski pasport bilan bank kartasini yangilamoqchi bo'ldi. Bank xodimi identifikatsiya uchun yangi hujjat kerakligini aytdi. Onaxon birinchi kuni migratsiya bo'limiga bordi, lekin hujjat nusxalari to'lov va surat masalasini bilmagani uchun qaytdi. Ertasi kuni yana bordi. Agar u bu ishni 5 kun oldin emas, 20 kun oldin boshlaganda 2 marta qatnashga to'g'ri kelmasdi. Mana eng katta muammo shu. Odam hujjat almashtirish qiyin deb emas, tayyorgarliksiz borgani uchun qiynaladi. Ikkinchi misol, bir yigit Qozog'istonga ishga ketmoqchi. Chipta narxi 800 ming so'm, ish joyi tayyor. Pasportni oxirgi kuni tekshirtirdi va ma'lum bo'ldiki, pasport muddati yaqin tugaydi, yangi hujjat olish kerak. U shoshildi, navbat ko'paydi, chipta sanasini o'zgartirdi, yana qo'shimcha pul to'ladi. Aslida muammo 10 daqiqalik tekshiruv bilan oldini olinadigan masala edi. Uchinchi misol, xotin uy sotib olmoqchi. Xotinning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski pasportda boshqa ma'lumot. Bank tizimida boshqa ma'lumot, notarial bazada yana boshqa yozuv chiqdi. Natijada shartnoma bir kunga emas, bir haftaga kechikdi. Shu vaqt ichida sotuvchi boshqa xaridor topishi ham mumkin edi. Hujjatdagi mayda farq real hayotda katta moliyaviy xavfga aylanadi. 4-misol, fuqaro meros hujjatini rasmiylashtiryapti. Marhum ota-onaning hujjatlari, vorislarning pasportlari, tug'ilganlik guvohnomalari kerak. Bir vorisda eski pasport bor va undagi ism lotin yozuvida boshqacha yozilgan. Bitta harf farqi sababli qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilindi.
Odamlar bu shunchaki harf-ku deydi. Lekin huquqiy hujjatda har bir harf shaxsni aniqlashga ta'sir qiladi. Eng katta noziklik shuki, eski pasportning o'zi qo'lingizda bo'lgani uning hamma joyda muammosi o'tishini anglatmaydi. Hujjat fizik jihatdan bor. Lekin tizim uni qanday ko'radi? Idora qanday talab qo'yadi? Xizmat turi qanday tartibda ishlaydi? Mana shu savollar muhim. Ayniqsa elektron xizmatlarda ma'lumotlar avtomatik solishtirilgani uchun xodim mayli o'tkazib yuboraman deyishi qiyinlashadi. Ikkinchi noziklik, pasportning muddati tugamagan bo'lsa ham ayrim holatlarda almashtirish zarur bo'lishi mumkin. Masalan, pasport yirtilgan, sahifalari shikastlangan, suratdagi odamni tanib bo'lmaydi, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana yoki joy bo'yicha xatolik bor, yashash manzili bo'yicha eski ma'lumot qolgan yoki hujjat chet el safari uchun yetarli emas. Ko'p odam faqat muddatga qaraydi. Lekin hujjatning holati va ma'lumotlarning mosligi ham shuncha muhim. Uchinchi noziklik, bolalar va keksalar masalasida vaqtni 2 barobar ko'proq hisoblash kerak. Katta yoshli odamni olib borish, navbatda turish, to'lov qilish. Kerakli nusxalarni tayyorlash oson emas. Bola bilan borishda ham ota-ona hujjatlari, tug'ilganlik guvohnomasi, ayrim hollarda rozilik yoki qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilada bitta odam barcha hujjatlarni ko'zdan kechirib, ro'yxat qilib chiqsa, juda ko'p vaqt tejaladi. To'rtinchi noziklik, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Har safar hujjat almashtirish, muddat, jarima yoki navbat haqida gap chiqqanda, men tez qilib beraman, menda odam bor, navbatsiz chiqaraman deydiganlar paydo bo'ladi. Men bunday takliflarga ishonmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Hujjatni faqat rasmiy migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari yoki rasmiy elektron portallar orqali hal qiling. Pulni faqat rasmiy to'lov rekvizitlari orqali to'lang. Hech kimga pasportingizning asl nusxasini, bank karta raqamingizni, SMS kodni yoki elektron imzo parolini bermang. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Bugun uyda hamma o'z hujjatini olib ko'rsin. Pasport turi qanday, muddat qachon tugaydi, ism, familiya to'g'ri yozilganmi, tug'ilgan sana to'g'rimi, hujjat yirtilmaganmi, surat aniqmi, shularni tekshiring. Agar oilada 5 kishi bo'lsa, har birining hujjatini alohida ko'ring. Ayniqsa ota-onangiz va katta yoshli qarindoshlaringiz hujjatini albatta tekshiring. Ikkinchi qadam. Hujjatdagi ma'lumotlarni boshqa joylardagi ma'lumotlar bilan solishtiring. Bank kartasi kimning nomida, soliq yoki pensiya bazasida ism qanday yozilgan, nikoh guvohnomasida familiya qanday, tug'ilganlik guvohnomasida otasining ismi qanday ko'rsatilgan. Agar u vaqt belgilarida, harflarda, familiya oxirida, tug'ilgan joy nomida farq bo'lsa, buni oldindan aniqlang. Kichkina farq keyin katta to'siq bo'ladi. Uchinchi qadam. Agar eski pasportni almashtirish kerak bo'lsa, eng yaqin migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Borishdan oldin ish vaqti. Navbat tartibi va kerakli hujjatlarni aniqlashtiring. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski pasport, ariza, belgilangan to'lov, ayrim hollarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, harbiy guvohnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Vaziyatga qarab ro'yxat farqlanadi. Shuning uchun rasmiy manbadan tekshirish muhim. To'rtinchi qadam, agar siz chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, oddiy ID karta bilan masala hal bo'lmasligi mumkin. Sizga xorijga chiqish uchun biometrik pasport kerak bo'lishi mumkin. Safar mamlakati, viza talabi, pasport muddati, aviakompaniya talablari, chegaradan o'tish qoidalarini oldindan tekshiring. Chiptani olishdan oldin hujjatni tekshirtirish eng to'g'ri yo'l. Avval chipta olib, keyin pasport muammosini bilish eng qimmat xatolardan biri. 5-qadam. Hujjat almashtirishga borganingizda telefoningizda va qog'ozda kerakli ma'lumotlar bo'lsin. Telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsin, SMS keladigan raqam o'zingizda bo'lsin, to'lov uchun karta yoki naqd pul tayyor bo'lsin. Hujjat topshirganingizdan keyin berilgan kvitansiya yoki ma'lumotnomani yo'qotmang. Qachon kelish, qayerdan olish, tayyor bo'lganini qanday bilish bo'yicha xodimdan aniq so'rang. 6-qadam, agar hujjatda xato bo'lsa, shunday qolaversin demang. Ism, familiya, tug'ilgan sana, otasining ismi, tug'ilgan joy, jins, fuqarolik yoki boshqa ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, uni tuzatish tartibi bor. Ba'zan bu qo'shimcha ma'lumotnoma talab qiladi. Ba'zan ifodai yo'q hujjatlari kerak bo'ladi. Ba'zan avval eski yozuvni to'g'rilash kerak bo'ladi.
Bu yoqimsiz ko'rinishi mumkin, lekin vaqtida tuzatilmagan xato keyinchalik meros, pensiya, nikoh, farzand hujjati yoki chet el safarda ancha katta muammo beradi. Men tomoshabinlarimga har doim bitta oddiy ro'yxat tuzishni maslahat beraman. Daftarga yoki telefon eslatmasiga oiladagi har bir odamning ism, familiyasi, hujjat turi, hujjat raqami, muddati bergan joyi va muammo bor yo'qligini yozing. Masalan, otam eski pasport, muddati 2025 yilgacha. Familiyada farq yo'q, lekin surat eski. Onam eski pasport, muddati yaqin. Nikohdan keyingi familiya bo'yicha tekshirish kerak. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi bor. Pasport yoshiga yaqinlashyapti. Shunday ro'yxat bo'lsa, siz nimadan boshlashni aniq ko'rasiz. Agar davlat xizmatlari markaziga bormoqchi bo'lsangiz, savollaringizni oldindan yozib oling. Eski pasportimni almashtirishim shartmi? Menga ID karta kerakmi yoki xorijga chiqish pasportimi? Qanday hujjatlar olib kelaman? To'lov qancha? Necha kunda tayyor bo'ladi? Familiyamdagi farqni qanday tuzataman deb aniq so'rang. Aniq savol bergan odam aniq javob oladi. Pasport masalasi bor edi deb umumiy gapirsangiz, kerakli ma'lumotni unutib qaytishingiz mumkin. Birinchi xato oxirgi kunga qoldirish. 5 kun ko'pdek tuyuladi, lekin hujjat masalasida 5 kun juda tez o'tadi. Bir kuni ish bo'ladi, bir kuni navbat bo'ladi. Bir kuni kerakli hujjat uyda qoladi. Bir kuni to'lov tizimi ishlamaydi. Shuning uchun bugun tekshirishni boshlang. Ikkinchi xato faqat o'zingizni o'ylash. Sizda yangi hujjat bo'lishi mumkin, lekin ota-onangizda eski pasport qolgan bo'lishi mumkin. Qo'shningiz, qarindoshingiz, yolg'iz yashaydigan keksa odam bu yangilikdan bexabar bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun videoning nomida barcha qo'shnilarga yetkazing deyilyapti. Bu shunchaki gap emas, amaliy yordam. Ba'zan odamga bir og'iz pasportingizni tekshirib qo'ying deyish uning bir haftalik sarsonligini oldini oladi. Uchinchi xato norasmiy xabarlarga suyanish. Telegramda, bozorda, navbatda tanishlar orasida har xil gap yuradi. Biri hammani jarimaga tortishar ekan deydi. Biri eski pasport umuman o'tmaydi deydi. Yana biri hech narsa bo'lmaydi deydi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Qaror qabul qilishda rasmiy manbaga, davlat idorasi e'loniga, davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limi javobiga tayaning. Mish-mish odamni yo vahimaga soladi, yo beparvo qiladi. Ikkalasi ham zarar. 4-xato hujjat nusxalarini begonalarga yuborish. Pasport rasmi, ID karta rasmi, JSSHIR karta raqami, SMS kodlar shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Tekshirib beraman degan odamga yubormang. Rasmiy portal yoki rasmiy idoradan tashqari joyda ma'lumotlaringizni tarqatmang. Hujjat masalasi nafaqat navbat va to'lov, balki shaxsiy xavfsizlik masalasi hamdir. Demak, 12 iyulgacha siz eng kamida quyidagilarni qilishingiz kerak. Eski pasport bor yo'qligini aniqlash, muddati va holatini ko'rish, ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish, kerak bo'lsa rasmiy idoraga murojaat qilish. Chet el safari bo'lsa biometrik pasport talabini oldindan bilish, keksalar va ota-onalar hujjatini alohida ko'rib chiqish. Bu ishlar qiyin emas, lekin tartib bilan qilinmasa odamni charchatadi. Men buni oddiy uy tartibiga o'xshataman. Gaz, svet, suv to'lovini vaqtida tekshirsangiz katta muammo bo'lmaydi. Hujjat ham shunday. Hujjatning muddati, holati va bazadagi ma'lumoti sizning kundalik hayotingizda ko'rinmaydi. Lekin kerak bo'lgan paytda hamma narsa aynan shunga bog'lanadi. Bank ham shuni so'raydi, notarius ham shuni so'raydi, chegara ham shuni ko'radi, davlat xizmati ham shuni tekshiradi. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi bitta. Eski pasporti borlar beparvo bo'lmasin. 2 yildan oldin hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa almashtirishga ariza bering. Ota-onangiz va qo'shnilaringizni ogohlantiring. Kimda ID karta yoki amaldagi biometrik pasport bo'lsa ham ma'lumotlar to'g'riligini ko'rib qo'ysin. Eng katta foyda shunda siz muammoni u sizni majbur qilganda emas, o'zingiz xohlagan vaqtda hal qilasiz. Agar sizda eski pasport bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Hujjatni almashtirishda navbat qanday? Qanday savollarga duch kelyapsiz? Boshqa tomoshabinlarga ham foydasi tegadi. Videoni like qiling. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bugun ogohlantirganingiz ertaga kimningdir vaqti, puli va asabni saqlab qolishi mumkin.